Salomon Eva uzr. Shohruxxon. Ustoz, men siz ashaddiy muxlisingizman. Meni shogirdlikka ola olmaysizmi, ustoz? Qanaqa shogird, ahvolingga qaragan. Boshqa ish qilgan bor. Men unaqa narsalarga vaqtim yo'q. Tushunarli. Shohruxxon, suvni o'tirib ichiladi. Turib emas. Keyin chap qo'lda emas, o'ng qo'lda ichiladi. Xosiyati yomon bo'ladi. Shoshmang aka. Ismingiz nima edi? Murodjon. Murod aka, siz shogirdlikka olsam maylimi? Faqat yo'q demang, iltimos. Yo'q demasdim. Siz meni ko'zimni ochdingiz hozir. Sizni ko'zingizni ochgan bo'lsam xursandman. Bundan keyin doim ko'zingizni ochib yuraman. Keling, orqaga o'tiring. Oldinga o'tiray. Rulga o'tirsiz. Yo'q. Iltimos. Oldingizga o'tiraman. Mayli. Keling aka. Akajonim. Yo'q, o'zim ochaman. Yo'ryapsan, Manzilga bording aka, bording. Baxshi zo'r bo'ldi, shoh. Ijodingga ko'z tegmas, o'rta zo'r. Kim bu? Mo'kachimi shu? Bu meni yangi shogirdim, tanishinglar. Meni yaqin do'stim. Bunaqa gapirmalaring. Tanishib ollaring, o'rtoq bo'llaring. Shohruxxon aka ustoz, bu do'stlaringiz. Hozir Shohruxxon bo'lganingiz uchun yoningizda o'tiribdi. Ishoning, Shohruxxon bo'lmasdan qolsangiz, hammasi sizni tashlab ketishadi. Bu gaplarni aytish mening farzim. Noto'g'ri tushunmang. Davay bugun bir ujinga kechga yig'ilaylik hammamiz. Davay. Ha? Ovqating ne bo'ldingmi? Ha? Davay ketmoqda. 10 yillik o'rtog'ingizmi deyapsan? 10 yillik o'rtoqmiz. Men Shohruxxon bo'lganim uchun men bilan o'tiribsan. Bo'lmasa telefon ham qilmasdilar. Jinni bo'lganmiz-a, Shohruxxon bo'lsa ujinga o'rtog'imiz. Aka gap qaytarmang, qo'ying, aytganlarni qiling, turing. Noto'g'ri ish qilding. Aka siz ham turing, nima o'tiribsiz? Noto'g'ri tushunmanglar. Shohruxxon ustoz. Bular nima haydamayapsiz? Ha, bu administratormi? Ukam-ku meni. Ha, ukangizmi? Ha? Ha, mayli, keyin haydaysiz. Ishlab turaversinlar. Ustoz, qizishmang. To'rt devorda qahratonda dardlarimni aytarib. Uzr ustoz, sal-shatda xato aytibsiz, qarang. Notadan chiqib ketgansizda, qarang. To'rt devorda qahratonda meni qiynading jonginam desangiz masalan tushadi. Nima deyapsan? Eshakka o'xshab hangrab, notaga tushmayapsan-ku? Nima do'stlar? Qanaqa eshak? Zo'r aytdi. Yo'q kompyuterni. Rahmat. Mana shunday ayting ustoz, zo'r Yo'q, zo'r aytaman. Yo'q dedimi? Yo'q deya. Sen nimani qilyapsan? Yo'q, mana shunday aytish kerak o'zi. Qarang ustoz, to'rt devorda qahratonda meni qiynading. Ha. O'shanday. Ustoz. Yodjon. Hayotda sen nimadir sifatda? Meni hayotda faqat bir narsa siqadi. O'sha nima? Nega kirlarimizni kir sovunda yuvamiz? Toza sovunda yuvsak bo'lmaydimi ustoz? To'rt devorda qahratonda dardlarimni aytarib. Bola. Vaqtimiz kamroq, keyinroq tushasizlar, iltimos. Nima? Nima keyinroq tushadi? Ustoz, sizni Shohruxxon qilgan mana shu muxlislaringiz emasmi? Nima deyapsiz siz? Vaqtimiz yo'q bizani. Siz kecha telefonga ham shunaqa javob berdingiz. To'yga zakaz tushyapti, qo'pol muomala qilyapsiz. Shular orqali biz Shohruxxon bo'ldik. Sen menga muomala qilishni o'rgatyapsanmi? Nima deysan? Ustoz, bu sizni pulingizdan ham uryapti. Ishonmasangiz hozir cho'ntagidan dollar ham chiqadi. Hey, Jam, mana. Nosakat. Mana bunisida menimcha. Mana. meni pulimmi o'zi? Ber. To'g'ri aytgan ekan. Zo'r bo'lsang, begonalar salom berar soyangga. Yaqinlaring pichoq urar orqangga. Telefonni Shunga ishonyapsizmi? menga ber. Bugundan siz administratorsiz. Sen bilan uyda gaplashamiz. Aka? Aka demang. Administratsiya nomerini bering. Bering bu yoqqa. Ha, tiqilib bo'l. To'g'ri gapir. Bir kun boshingizni yeydi mana shu. Kim? Bir kun boshingizni. O'chir ovozingni. O'zing o'chir. Bor yo'qol o'zing. Qayerdan kelding? San'atkor uchun haqiqiy do'st topish juda ham qiyin bo'ladi. Sizda haqiqiy do'stlaringiz bormi?
to'g'ri aytdingiz, bugungi kunda haqiqiy do'st topish juda ham qiyin, ayniqsa san'atkorlarda. Lekin meni juda ham yaqin insonim bor. Men uchun eng qadrdon do'stim Murodjon, keling. Sizni bir tanishtirmoqchiman. Azizlar, meni eng yaqin do'stim mana shu Murodjon bo'ladi. Boringizga shukur ustozim. Boringizga shukur. Ustoz bitta duo qiling. Ustoz, yaxshi borib keling. Ey Murodjon, yur Dubayda aylanib kelamiz. Ya Dubayga menga balo bormi? Qishloqda administratsiya nomerga javob berib turaman ustoz. Ha, uyda shitdan shundoq kalitni olgin, menikida turib tura qol. Shitdami kal? Ha. Mashinam yo'q-ku ustoz. Ay, mana mashinani kaliti. Hayda maza qilib. Umringizdan baraka toping ustoz. Esalomon mazza qilib dam olib keling. Keyin zajgalga o'tkazmay ushlab qolishadi ustoz. Sen qayerdan bilasan? Bilaman endi. Mayli ustoz. Yaxshi borib keling ustoz, o'zingiz ehtiyot qiling, videolar qilib turing. Mayli. Bo'pti ustoz. Xo'p. Shoshma, sen bola Shohruxxonmisan, Shohjahonmisan, uraymi, tumshug'ingga tushiraymi? Odam ekansan, bilasanmi? Men seni odam deb, bor pensionamni yig'ib, navaramni to'yiga ishlab, nimaga kelmading, ha? Xizmat qilding-ku meni sen bola. Men chet el dedim. Qanaqa chet el? Murodjonmi, bir administratorning bormi seni? Bor. Hamma pulni o'shanga berganman, nimaga kelmaysan? Nimaga berasiz unga pulni? Administratorman dedi, Toshkentda bo'ladi dedi. Shohruxxon, seni hurmat qilib banketga chaqirgan, nimaga kelmading? Men dam olish dedim. Administrator shotadigan-ku. Bo'lishi mumkin emas bu narsa. Bo'lishi mumkin. Kim bu? Voy. Shohruxxon? Kim chaqirdi Shohruxxonni? Men xo'ssizlar meni uyimda, nesiga chakos? Qanaqasiga seni uying bo'ladi? Kecha olganman bu uyni. Keng yarmiga sotib yubordi. Yaxshi bola ekan. Qiynalgan bola ekan. Nima edi haligi ismi? Murodjon. Murodjon. Bundan keyin doim ko'zingizni ochib yuraman. Au-dessus des vieux volcans glissent des ailes sous le tapis du vent. Voyage. Ustoz, shogirdlikka olmaysizmi? Shogirdlikka?